3 xonali kvartira kerak. Skvoznoy planirovka degan mijozlarimiz uchun mana sizga 3 xonali 91 kvadrat 3-xat skvoznoy planirovka Sagdiana tomonda joylashgan kvartiramiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Ko'rib turgan joyingiz hol qismi hisoblanadi. Bu tomonda dekorativ oyna, prixojniy mebel, kattagina hol va birinchi xonamiz oshxona bo'lyapti. Oshxonamizda panoramli oyna bo'lyapti, kuxonniy garnitur, sidyachaya zona, remonti oppoq, juda ham chiroyli bo'lgan. Ikkinchi xonamiz kattalar uchun yotoqxona. Kattalar yotoqxonasi o'zini yumshoq mebeli, shkofi, trumozoni, televizor, oynasi ham panoramli bo'lyapti. Keyingi xonamiz zal qismi bo'lyapti. Zalda ham yumshoq mebel bo'lyapti. Bu tomonda TV zona, remonti juda ham zo'r chiqqan, oppoq remontdan chiqqan xonamiz bo'lyapti. Kvartiramiz to'liqligicha chopli pol bilan isitiladi. Navbatdagi xonamiz bolajonlar uchun yotoqxona bo'lyapti. 2 kishiga mos karavoti, o'zini shkofi ham mavjud. Alohida sanuzillar bo'lyapti kvartiramizda. Bu yerda ubornisi va bu tomon dushovoy kabinasi bo'lyapti. 91 kvadrat, 3 xonali, полноценный bezgulxoy 3-xat Sagdianada joylashgan kvartiramiz. Batafsil ma'lumot uchun pastdagi nomerlarga telefon qilishingiz mumkin.